Talaq qilingan ayolga qo'nish navbati kelamdi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ikki ayoli bor, bir bir ayolini bir talaq qilgan bo'lsa, u ayoli shu taloqning iddatini tutayotgan vaqtda u ayolining uyida burunqidek navbat bo'yicha qo'nish kerakmi yoki ixtiyorimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamsonalar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Birdan ortiq ayoli bor erlar ayollarga turalg'u, xarajat va navbat bilan qo'nish qatorliq qurbi yetgan moddiy ishlarda tang barobar muomala qilishi barliq olimlarning birdek qarashida vojib bo'lib, bir vaqtda birdan ortiq ayolga uylanishga ruxsat qilinish uchun ayollarga tang muomala qilish shartdir. Qo'nishda kecha asos bo'lib, kunduzimi kechaga tava. Kecha ishlab, kunduz arom oldiganlarga nisbatan kunduz asos. Agar ayollardan birini yong'ili bo'ladigan bir yoki ikki taloq qilgan ahvolda taloq qilingan bu ayoli shu taloqning iddatini tutayotgan muddatda bu ayoliga boshqa ayollar qatorida navbat taqsimlash masalasida bir qism olimlar bu ayoliga navbat taqsimlanmaydi. Chunki bu ayoli ayrilishga qarab ketayotgan bo'lg'achqa uning qo'nish navbati haqqi bo'lmaydi va yot ayoldek muomala qilinadi deydi. Hanafi mazhab olimlari bilan yana bir qism olimlar agar bu bu ayolini amriga qaytarmaslik niyatida bo'lsa navbat taqsimlamaydi. Qaytarib olish niyatida bo'lsa navbat bo'yicha yanada qo'nidi deb qaraydi. U ikkalarining o'rtasidagi nikoh rishtasi uzilmaganligi jihatdan mushu qarashni tutish muvofiq deyishga bo'ladi. Chunki u ayol nafiqa va amriga nikohsiz qaytarib olish, bir uyda birga turish, mahramlik, taloq qilish va mirosxo'r bo'lish qatorliq nurg'un jihatlarda uning ayolidek muomala qilinadi. Buningdan agar qaytarib olish niyatida bo'lmasa, navbat bo'yicha yanada qo'nishi kerak emasligida har ikki qarashdagi olimlar birdek ittifoq ekanligi ma'lum bo'ladi. Navoda bu ayolini amriga qaytarib olsa, qaytarib olishdan burun o'tib ketgan kunlarning o'rnini to'ldirib olishni ayoli talab qilolmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.